Nafs, ya'ni inson qayerda o'lishini ham bilmaydi. Qaysi holatda o'lishini bilmaydi, qaysi vaqtda o'lishini bilmaydi. Shuning uchun musulmon odamlar har lahzasi o'limga tayyorgarlik bo'ladi. Atrofidagi tabiblar boyaga endi o'lishga iqtizorda yotgan kishini oldagi tabiblar hali shok qilib to'q bilan urib ko'radi, hali ukol qilib ko'radi, hali bir yuragini massaj qilib ko'radi. Ammo u vadonna annahul firoq. Boyaga kishi bilib turibdi bu firoq ekanligini. Ukoli ham, elektr toki ham, yuragini massaj qilishi ham foyda bermaydi. Vadonna annahul firoq. Chunki mashiya keldida jon. Oiladan, farzanddan, do'sti birodardan, moli dunyodan, shahvat, huzur, halovatdan ajralish ekanligini tushundi. Shu holatini o'ylang-da shu odamni. Bir kun shu kunga kelamiz birodarlar, siz bilan biz ham.